Chingiz obyektimiz jami 20 ta podyezddan 4 ta blokdan iborat. 3 ta parkovka qismi bor podvalda. 9 qavatli obyekt. Bir yil davomida 20 ta podyezda elektrika ishlarini qilib yoqib berdik. Hozir oxirgi bosqichga keldi Xudo xolasa. Fasad qismida ham yoritishlarni amalga oshirganmiz. Kechqurun yoqsa Xudo xolasa ko'rsataman. Tashqari yoritish uchun shunaqa tarcherlarimizdan qo'yilgan. 28 dona. Kechga yoqsa bularni ham to'g'risi ko'rsataman, baho berasizlar ishlarimizga.